Nima uchun tadbirkorlarga yurist yoki advokat kerak? Biz faoliyatimiz davomida juda ko'p tadbirkorlar bilan ishlaganmiz va ishlab kelyapmiz va mana shu faoliyatimiz davomida tadbirkorlarni juda katta moliyaviy jarimalardan oldini olib qolganmiz, ya'ni ularga yordam berganmiz. Misol uchun biz bir qurilish korxonasi bilan ishlash jarayonida soliq tomonidan tekshiruv amalga oshirilgan va quruvchi tashkilotga nisbatan 18,5 milliard so'm miqdorda jarima qo'llanilgan. Biz ushbu hujjatlarni o'rganib va ushbu jarima noto'g'ri ekanligini qonun hujjatlari bilan asoslab yuqori turuvchi tashkilotga xat bilan murojaat qilganimizdan so'ng ushbu jarima bekor qilindi. Demak, tadbirkorning 18,5 milliard so'mlik pullari tejab qolindi, ya'ni noqonuniy to'lanishi oldi olindi. Va boshqa bir holatda bir tadbirkorga nisbatan mehnat inspeksiyasi tomonidan tekshiruv o'tkazilyapti va unga nisbatan 40 million so'm miqdorda jarima qo'llash ostonasida edi. Biz bordik, holatni o'rgandik va tegishli hujjatlarni taqdim qilganimizdan so'ng, demak, ushbu jarima qo'llanilmaydigan bo'ldi. Boshqa bir holatni misol keltiradigan bo'lsak, bir katta qurilish tashkiloti va unga nisbatan yuristi yo'qligi uchun katta soliq to'lagan. Ya'ni 10 milliard so'm miqdorda soliq to'laganlik holatiga ko'rdik. Ya'ni unda advokat yoki yurist bilan maslahatlashmagani sababli asossiz ravishda noto'g'ri soliq to'laganlik holatiga ham duch keldik. Demak, hurmatli tadbirkorlar, agarda sizga malakali advokat xizmati kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin.